do'stlar, aziz muxlislar, mana biz shu Abdurahmon hoji akamiz bilan shu Taxxor, Kobul shu tomonlarga qaytdik sayohatga. Mana ziyoratlar bor ekan Kobulda, Bobur Mirzoni, mana keyin Taxxorda mana bobo Rahim Mashrabni qabrlarga bormoqchimiz. Undan oldin mana shu do'stlarimiz so'rashyapti, Qo'shtepa kanali qanday, ishga tushganmi, tushmaganmi, shuni so'rashyapti. Mana do'stlar, hali ishga tushmagan. Mana bu ko'prik shu Asbal Mozor Sharif Hayratonga o'tadigan yo'l bu do'stlar. Mana bu yoq Qo'shtepa kanali. Hali suv ochilmagan bunga. Suv ochilmagan, bu o'z suvi, yerdan chiqqan suv. Hali suv ochilmagan. Bu tomoni Foryob Antxuyga borgan, ishi davom etyapti. Mana asl boshi bu tomondan boshlangan, Kaldor tumanidan. Hali ishga tushmagan do'stlar. Mana bu Qo'shtepa, afsonaviy Qo'shtepa kanali. Mana bu yerda bolalar rasmga tushyapti. Mana bu ko'prik esa shu poyezd o'tadigan ko'prik, temir yo'l uchun qurilgan ko'prik. Mana bu tomoni Hayraton bandar, ya'ni O'zbekiston tomon ketadi. Mana bu tomon esa Mozor Sharifga, Kobul, Mozor o'sha tomonga ketadigan yo'l do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana bu ham afsonaviy Qo'shtepa kanali bo'ladi. Ko'prik bu do'stlar, juda ham baland. Bolalar rasmga tushyapti. Mana do'stlar, shu suvning ichida shu nimalar ko'karib qolgan, mana o'simlik u nima u suv ko'karib. Juda ham bir chiroyli manzara do'stlar. Bu ham Qo'shtepa. Mana bu yo'q to'proq jamlanib qo'yilgan, shundan qazilib chiqqan to'proq. Mana bu tomoni Qo'shtepani boshi bo'ladi, Kaldor degan tumanga ketadi. Mana bu tomon esa Afg'onistonning shimol tomoniga ketadi, ya'ni Foryob, Javuzjon, Sarifko'l o'sha tomonlarga ketadi do'stlar. Afsonaviy Qo'shtepa kanali. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar.